Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida Dream House qurilgan domlarimizdan bitta kvartiramiz sotiladi. Bu kvartiramiz katta yo'lning bo'yida joylashgan. Sizlarga lokatsiyalarni ko'rsatib o'tamiz. Domimizning yonida Lisa Park xiyoboni bor. Lokatsiya yaxshi, zo'r joyda joylashgan lokatsiyamiz. Kimga qiziq bo'lsa kelib, shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Bu joyda xususiy bog'chamiz ham mavjud va Prezident maktabimizgacha mavjud. Tayyor, chiroyli sharoitda qurilgan dom, korobka holatda. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Hali bu joyda olgan insonlar kechqurun oila bilan boqqa tushib, aylanib, bir hordiq, maza qilib hordiq olishliklari mumkin. Qo'qon shahridan dom qidirib yurgan mijozlarga bu videoni tashlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Kimga qiziq bo'lsa kelib, shaxsan egalari bilan baraka qilishliklari mumkin. 9-etajda joylashgan kvartiramiz. Bu tarafda xususiy bog'cha ila Prezident maktabimiz ham mavjud. Albatta xonalarni, ichlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda ro'parada Prezident maktabimiz, yonida bog'chamiz mavjud. Barcha lokatsiyalarga qulay joyda. Bu domimizning umumiy ko'rinishi. O'ziga xos qurilgan chiroyli domlarning o'rtasida shahar markazida joylashgan. Bu kirish qismimiz. Bu birinchi podyezda joylashgan. Podyezimizga kirish qismi 9-etajda joylashgan. Oldi hovli ko'rinish qismimiz. Bu joyda farzandlarning o'ynashligi uchun detik plashatka bor va o'tirib dam olib gaplashib o'tiradigan joyimiz ham bor. Bu tarafdan ham kirish qismimiz mavjud. Chiroyli avtomashinalar uchun turargohimiz mavjud. Bu tayyor oldi ko'rinishimiz. Endi albatta ichlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana уже 9-etajga ham chiqib oldik. Lift oldidagi 2 xonali kvartiramiz. Kirganimizda kattagina hol bo'ladi va eshikdan kirganda chap qo'l tarafda umumiy sanuzel bo'ladi bu joyda. Va eshikdan kirganda ro'para tomonimizda bitta oshxona qismimiz bo'ladi bu joyda. O'ng qo'l tarafda bitta kattalar yotoqxonasi, o'ziga xos uslubda, derazalari ham o'ziga xos dizaynda qurilgan kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Va kirganimizda chap qo'l tarafimizda bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Albatta shahar markazidagi joy. Kimga qiziq bo'lsa kelib, shaxsan egalari bilan baraka qilishliklari mumkin. Men sizlarga hozir ajoyib bir manzarani ko'rsataman. Balkonga chiqqanimizdagi ajoyib manzarani ko'ringlar. Почти butun Qo'qon shahar ko'rinadigan holatda. Endi manzaramizga bitta baho berib qo'yinglar. Shunaqa sharoitda, shunaqa joyda kimni yashagisi kelmaydi deysizlar. Butun Qo'qon shahar ko'rinib turadigan manzarada. Prezident maktabimiz bu. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, albatta kreditini to'lab ketaveraman degan insonlar uchun narxi $19,000 narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Kreditsiz shunday xarid qilaman degan insonlar uchun bu holatini ham kelishamiz. 44,000 narx aytishyapti. Albatta buni ham kelishiladigan holati bor. Buni albatta ko'plab uy qidirib yurgan, Qo'qon shahar markazidan uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p arzonlar berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.